2026 yilgi Chevrolet Lacetti O'zbekiston bozorida kundalik foydalanish uchun mo'ljallangan zamonaviy sedan sifatida e'tiborni tortadi. Ushbu model dizayn jihatidan soddalik va amaliylikni uyg'unlashtiradi. Tashqi ko'rinishda esa yangilangan old panjara, ixcham faralar va aerodinamik chiziqlar bilan ajralib turadi. Kuzov o'lchamlari shahar sharoitida qulay boshqaruvni ta'minlaydi. Shu bilan birga salon ichida yetarli kenglik saqlanib qolgan. Old o'rindiqlar ergonomik shaklda bo'lib, uzoq masofali safarlarda ham haydovchi va yo'lovchilar uchun qulaylik yaratadi. Ichki bezaklarda sifatli plastik materiallar ishlatilgan, boshqaruv tugmalari esa oson yetib boriladigan joylarga joylashtirilgan. Asboblar paneli aniq va tushunarli ko'rinishda bo'lib, barcha muhim ma'lumotlarni tezda o'qish imkonini beradi. Multimedia tizimi sensorli ekran orqali ishlaydi va smartfonlar bilan ulanishni qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa musiqa tinglash va navigatsiyadan foydalanishni yanada qulay qiladi. Konditsioner tizimi salon haroratini tez va barqaror nazorat qiladi. Shuningdek, shovqinni kamaytirish uchun qo'shimcha izolyatsiya elementlari qo'llanilgan. Xavfsizlik jihatidan Lacetti old va yon xavfsizlik yostiqchalari, tormoz kuchini taqsimlash tizimi va barqarorlik nazorati bilan jihozlangan. Ushbu imkoniyatlar haydovchiga ishonchli boshqaruvni ta'minlaydi. Yonilgi sarfi tejamkor bo'lib, kundalik harakatlarda iqtisodiylikni ta'minlaydi. Video davomida Auto Insight kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda siz O'zbekiston bozoridagi yangi avtomobillar haqida doimiy va foydali ma'lumotlar olasiz. 2026 Chevrolet Lacetti texnik ko'rsatkichlari ham foydalanuvchilar ehtiyojiga moslab ishlab chiqilgan. Avtomobilda ishonchli benzin dvigateli qo'llanilib, u shahar va trassa sharoitida barqaror ishlashni ta'minlaydi. Dvigatel quvvati kundalik haydash uchun yetarli bo'lib, tezlanish jarayoni silliq va shovqinsiz amalga oshadi. Uzatmalar qutisi mexanik va avtomatik variantlarda taklif etilib, haydovchi o'z didiga mos tanlov qilishi mumkin. Osma tizimi yo'l notekisliklarni yaxshi yutadi. Bu esa yo'lovchilar uchun qo'shimcha qulaylik yaratadi. Rul boshqaruvi aniq va yengil bo'lib, tor ko'chalarda manevr qilishni osonlashtiradi. Tormoz tizimi tezkor javob qaytaradi va favqulodda holatlarda avtomobilni ishonchli to'xtatadi. Yoritish tizimi LED texnologiyasiga asoslangan bo'lib, tungi haydashda yaxshi ko'rinishni ta'minlaydi. Salon ichida ko'plab saqlash joylari mavjud bo'lib, kundalik buyumlarni tartibli joylashtirish mumkin. Orqa o'rindiqlar buklanishi orqali yukxona hajmini kengaytirish imkoniyati bor. Bu esa oilaviy safarlar uchun qulaylik yaratadi. Shinalar va disklar yo'l bilan yaxshi yopishni ta'minlab, barqarorlikni oshiradi. Yon oynalar elektr boshqaruvga ega, markaziy qulf esa xavfsizlikni kuchaytiradi. Ushbu model texnik xizmat ko'rsatish jihatidan ham qulay bo'lib, ehtiyot qismlarining mavjudligi bilan ajralib turadi. Agar siz avtomobil tanlash jarayonida bo'lsangiz, Auto Insight kanaliga obuna bo'lib, batafsil tahlillarni tomosha qiling. Chevrolet Lacetti 2026 modeli narx va sifat muvozanatini saqlagan holda keng auditoriya uchun mo'ljallangan. Ushbu avtomobil yosh haydovchilar, oilali foydalanuvchilar va kundalik qatnov uchun ishonchli transport izlayotganlar uchun mos keladi. Dizaynida ortiqcha bezaklardan qochilib, amaliy yechimlarga urg'u berilgan. Ichki makon qulayligi uzoq safarlarda charchoqni kamaytiradi, shovqin darajasi esa minimal darajada ushlab turiladi. Elektron yordamchi tizimlar haydash jarayonini yanada xavfsiz va nazoratli qiladi. Yonilgi bakining sigimi uzoq masofani to'xtovsiz bosib o'tish imkonini beradi. Bu esa vaqt va mablag'ni tejaydi. Kuzovning mustahkamligi va bo'yoq qoplamasining sifati uzoq muddatli foydalanishda o'zini oqlaydi. Avtomobilning umumiy muvozanati va boshqaruvdagi barqarorligi haydovchiga ishonch bag'ishlaydi. Iqlim sharoitiga mos ishlashi sababli u turli mavsumlarda ham qulay hisoblanadi. Xizmat ko'rsatish xarajatlarining nisbatan pastligi uni yanada jozibador qiladi. Chevrolet brendining ishonchliligi va uzoq yillik tajribasi ushbu modelda ham yaqqol seziladi. Agar siz O'zbekiston bozorida mavjud zamonaviy va tejamkor sedan haqida to'liq ma'lumot olishni istasangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling. Auto Insight kanaliga obuna bo'lish orqali siz yangi avtomobil sharhlari, texnik tahlillar va foydali tavsiyalarni birinchi bo'lib bilib olasiz.